Assalomu alaykum aziz do'stlar. Chor atrof oppoq qor. Qorda Toshkent havosidagi zaharli changlar kamayadi deyishgan edi. Kecha biroz kamaygan edi. Bugun haddan ziyod 172% ga ko'tarilib ketibdi yana qaytadan. Balki sog'ib bo'lganligi uchun turli shu yoqish moslamalariga turli o'tinlar solganligi uchun balki shunday bo'ldimi bilmadim, lekin bugun nihoyatda zaharliroq ertalabdan bir reportaj olib ketyapman. Ertalabdan bir ishim tushib sahar taksi chaqirdim. Yandex o'sha 1.7 kilometr bo'lgan joyni taxminan 27.500 so'mga, uklonda esa 13.200 so'm, 500 so'mga shu yozdi. Farqini qarang, 2,5 baravar uklon bilan Yandexning o'rtasidagi farq. Aytishadiki, Yandex o'z paytida keladi deb. To'g'ri, mashinalari ko'p, o'z paytida keladi. Lekin uni paytda kelganidan nima foyda? Tijoratchi degan ertalab ko'plab mashinalarini chiqarib tashlamaydimi? Ertalab odamlar ishga boradi, o'qishga boradi. Ertalab hamma ishlarning boshlanishi. Lekin shu davrda ularning narxi haddan tashqari qimmat. Ayniqsa Yandex. Kechqurun yo'llar probkaligiga ham xalq to'lashi kerak yoki havoni yomon yomg'ir yog'ib yorganiga ham xalq to'lashi kerak, hammasiga xalq to'lash kerak. Meni nazarimda shu bir mutanosib qilib hukumat tomonidan bularga narxlarni belgilab qo'yish kerak. Ma'lum bir chegirmalar qilish kerak. Mayli ko'paymasa ko'paymay qo'la qolsin. Yana bitta narsa, nimaga qachongacha xorijiy monopolistlarning qo'lida ishlaymiz, qo'liga xor bo'lamiz, qimmatbaho taksilarda yuramiz. Shunchagacha yumshoq qilib reportajlar berdim, ko'p berdim, gapirdim, Yandexda ham gapirdim, boshqa taksilarni ham gapirdim, haydovchilar bilan ham suhbatlashdim. Haydovchilar haddan tashqari ichki to'lovlarning ko'payib ketgani, hatto 22% gacha haydovchilar pul to'lar ekan bu operatorlarga. Albatta haydovchilar ko'p pul to'lagandan keyin, haq to'lagandan keyin albatta qimmat bo'ladi-da. Uni bir me'yorini o'ylab topish kerak. Haydovchilarni ham ehtiyot qilish kerak, xalqni butunlay ehtiyot qilish kerak. Ayniqsa sovuq kunlari bir me'yorda ushlash kerak narxlarni. Ertalabdan kechgacha farqlari 3 baravar, 4 baravar, 5 baravarga ko'tarilib tushyapti. Bozor iqtisodiyotimish. Bunaqa bozor iqtisodiyoti hammani shilib yuboradi-ku. Ayniqsa milliy operatorlarimizni kuchaytirish kerak. Taksi bo'yicha meni nazarimda milliy operatorlar o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarishni, xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish kerak degan fikrdaman aziz do'stlar. Sal qattiqroq gapirib bordim. Bitta men uchun emas, butun xalqning gapi, ko'pchilikning gapi, taksida yuruvchilarning gapi. Albatta xizmat qilishimiz kerak. Albatta ular yaxshi xizmat ko'rsatyapti. Mingdan ming rahmat. Bolalarimiz ertalab maktabga vaqtida yetib borishyapti. Lekin buni evaziga xalqni aldash, talash emasda. Shu masalalarda ko'rib chiqishini men hukumatdan ham iltimos qilardim. Umuman jamoatni o'zidan ham iltimos qilardim. Taksi tashkilotlarini o'zidan ham. Ertalab o'rta meyona qilib qo'ysangiz, bitta odam chiqishi o'rniga 10lab odamlar chiqadi-ku taksiga. Baribir o'sha foydani ko'rasiz. Albatta kapitalizmning qonun qoidasi eng avvalo tijorat, boylik, daromad topish, lekin ozgina bo'lsa ham xalqni o'ylash kerak, odamlarni o'ylash kerak. Ayniqsa mana shunday qish ayozli, sovuqli kunlarda biroz odamlarni o'ylasak, yanada yaxshi baraka topamiz. Aziz do'stlar, uzr, ba'zan yosh katta odam shunaqa gapirib yuboradi, e'tibor qilmaysizlar, lekin mutasaddilar shu ishning katta kichiklari albatta e'tibor beradi deb umid qilaman. Dadaxon Yoqubov, Toshkent uklon taksisida ketyapman. Mingdan ming rahmat. Uklon taksisi arzon ekan, darrov shu taksiga o'tdim. Chunki Yandexga bugun chiqib bo'lmaydi ertalabdan. Ko'rishguncha aziz do'stlar.